Ko'rinishi ham, mazasi ham bomba. Buni ko'rib Ibrohimga o'xshab ishtahingiz ochilib ketdimi? Agar tayyorlanishi qiyin deb o'ylasangiz, adashasiz. Juda ham oson. 2 dona tuxum, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, 250 mg iliqdan ozgina issiqroq sut, 100 mg yog', 10 g ishonchli drojani solib, 500 g un, yumshoqqina xamir qorib oshirishga qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. 300 g kolbasa, 300 g yaxshi eriydigan sir, 200 g slichniy plavinniy sir solib tayyorlab olamiz. Nachinkamiz ham tayyor. Bitta yurechani qizartirib qo'ying, davom etamiz. To'g'ri tayyorlangan xamirimiz ham bir pasda oshib chiqibdi. Xamirlarni teng 10 bo'lagiga bo'lib, zuvali shaklida yasab olib, 5 daqiqa paketdagiga jo'natamiz. Xamirlarni xuddi shunaqa qilib yoyib, o'rtasiga nachinkani solib, xuddi shunaqa qilib tugib, ortiqchasini olib tashlasanglar, ko'p to'kisha shaklda hosil bo'ladi. Paketdagiga 10 daqiqa jo'natamiz. 50 mg sutga 1 dona tuxumni chaqib, yaxshilab atalab olamiz. Birinchi sutli massamizni keyin xuddi shunaqa magazinlarda sotiladigan non talqoniga botirib olamiz. Ana o'shanda ustalari xurust yashib bo'lib chiqadi. Yaxshilab qizigan ko'pir oyog'ida